Xitay hökumətinin şərqi Türkistandakı irqi qırğınçılığı xalqaralıq qızıq temalardan bo'lib atqanda, Amerikanın иттипaqdашлары G'arb dunyosining mustaqil tekshirish guruhlarına Uyg'ur diyorida cheklimsiz va shartsiz tekshirish huquqi berilishini yana bir qatim qattiq ta'kidladi. Bloomberg xəvərləri to'rining 31 maydagi xabarda aytilishicha, Amerika bilan yaqin ittifoqdoshlik munosabatida bo'lib atgan Avstraliya va Yangi Zelandiya hukumatlari Uyg'urlar duch kelayotgan navbatdagi siyosiy bostirishning haqiqiy ahvolini Xitoy axborotlaridan emas, balki naq maydon tekshirishi orqali egallashni talab qilishga boshlagan. Bo'libmi Avstraliya bosh ministri Scott Morrison va Yangi Zelandiyaning bosh ministri Jacinda Ardern dushanba kuni birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumati hozir kishilik huquq masalalari bo'yicha ig'ir andishalarga sabab bo'layotgan Sharqi Turkiston rayoniga Birlashgan Davlatlar Tashkiloti va boshqa guruhlarning to'sqinsiz va shartsiz kirishiga ruxsat qilishi lozim deb ko'rsatdi. Kishilik huquqni ko'zish tashkiloti 2021 yil 19 aprelda e'lon qilgan Uyg'urlar haqidagi maxsus dokladida bu masala alohida tilga ilinib, Xitoy hukumatining chet el tekshirish o'maklariga har xil to'sqinliklarni paydo qilishi, bu to'sqinliklarning orqasiga nimalarning yoshirilganligi haqidagi turli savollarga sabab bo'lmoqda deb ko'rsatilgan edi. Kanada vaziyatida singib kirishni jiddiylashtirishi yangi bosqichga ko'tarilayotgan bo'lib, yaqin umuyan Uyg'ur va Tibet faoliyatchilarining parokandachilikka uchrayotganligi ko'plab ma'lum bo'lishga boshladi. Yer shari va pochta gazetining 31 maydagi bosh maqolasida ko'rsatilishicha, Hong Kong demokratchilarining ommaviy tashkilotlaridan bo'lgan Kanada Hong Kong ittifoqi yaqinda tayyorlagan dokladda Kanadadagi bir qism faoliyatchilar Xitoy kompartiyasining siyosiy artistlari va Xitoy millatchilarining bevosita yoki vositalik hujumlariga uchrayotdi. Bu hujumlarning orqasida Xitoy kompartiyasining qo'li mavjud deyildi. Buningda alohida diqqat qo'zg'aydigan bir nuqta, Xitoy hukumatining iqtisodiy yordamga muhtoj bo'layotgan bir qism oliy maktablarining o'zlarimi tuymagan holda Xitoyning singib kirish faoliyatiga sovrin hozirlab berish bo'lmoqda ekan. Xəvərlər to'g'rida e'lon qilingan bu vaqtdagi maqolada Kanada oliy maktablarining mushu ahvoli keskin tanqidlanib, oliy maktablarning Xitoydan iqtisodiy yordamga erishishi amaliyotda millionlagan Uyg'urlarni qirg'in qilayotgan bir hokimiyatga sherik bo'lganligi barobar deyiladi. Avstraliya strategiyalik siyosat instituti e'lon qilgan Uyg'urlarning ma'muriy əmgəki silinishi to'g'risidagi dokladda ismi tilga ilingan 14 cho'ng Yaponiya şirketidan yana 3 Xitoy bilan bo'lgan savdo aloqasini to'xtatganligini jakarlagan bo'lib, hozirgacha Xitoy bilan tijoratini to'xtatgan şirketlarning soni 6 ga yetgan. Yaponiyaning eng cho'ng gazetlaridan Yaponiya iqtisod gazetining 21 may kuni xabar qilishicha, Yaponiyada Uyg'ur elidan chiqqan paxtalarni ishlatadigan şirketlardan 3 shirkat hozirgi kishilik huquq dafsandichiligini nazarda tutib, Uyg'ur diyoridan paxta setib olishni to'xtatishni qaror qilgan. Bular Uyg'ur majburiy əmgəki bilan چېتىشلىقى bor deb qaralgan Mizuno, Word va Koch qatorliq 3 shirkatdan iborat ekan. O'tgan yili 3-oyda Avstraliyadagi strategiyalik siyosat instituti e'lon qilgan dokladda Uyg'urlarga ilib berilayotgan majburiy əmgək bilan چېتىشلىقى bor deb qaralayotgan 14 Yapon shirkatiga o'rin berilgandan keyin Yaponiya Uyg'ur jamiyati darhol harakatga o'tib, bu shirkatlarning xo'jayinlariga 2 qatim xat yozgan va muxbirlarni kutib olish yig'inlari chaqirgan. Koronavirusi yuqumi o'tirg'i chiqqan Xitoyda kishini cho'chitadigan bir ish o'tirg'i chiqdi. Davlatlik sahiya komiteti e'lon qilgan bayonotida Xitoyning sharqidagi Jiangsu o'lkasida 41 yoshli bir erning yangi tipli qush so'kumi bilan yuqumlanganligi xabar qilindi. Bu bemorning qush so'kumi virusi bilan yuqumlangan tunji kishi ekanligi bayon qilingan. Egilinishcha, Zhejiang shahrida o'ltirishliq bemor 28 aprel qizitma va boshqa kasallik alomatlari bilan doktorxonada yotgan. 5-oyning 28 kuni bemorga H1N3 qush so'kimi virusi deb diagnoz qo'yilganligi bayon qilingan bo'lsa-mu, ammo virusning qanday yo'qolganligi to'g'risida hech qanday tafsilot berilmagan. Xitoy urush aeroplanlarining Malaysiyaning havo boshluqiga дәхлі-тәрۇز qilganligi e'lon qilindi. Malaysiya havo armiyasining yozma bayonotida aytilishicha, 5-oyning 31 kuni Xitoy havo armiyasining 16 aeroplanining Malaysiyaning havo boshluqiga дәхлі-тәрۇز qilgan.
Bayonotda Xitoy aeroplanlarining Malaysiyaning Borneo orolining dengiz savalkidan uchib o'tib, Sarawak dengiz qirg'oqidan 60 dengiz milliga yaqinlashgandan keyin qaytib kelganligi ko'rsatildi. Buning Malaysiyaning egilik huquqi va uchish bexatarligiga og'ir tahdid olib keladiganligini ta'kidlagan bayonotda, bu harakatning xalqaro xalq aviatsiya tashkilotining qoidasiga xilof ekanligini ta'kidladi.